Assalomu rahmatullohi va barakatuh barcha kuzatuvchilarim. Bugun ertalabdan ishlarni boshlab oldik. Bismillah deb qozonga qo'yishlarni boshlaymiz. Bugun sir guruch pishiramiz. Ertalabga qishloqda ertalab sahardan ishlarni boshlab olamiz. Shunda ishlarimiz barakotli bo'ladi. Men sir guruchni suv so'nmasdan pishiraman. Birinchi ishimni qozonni yaxtay suvga, sovuq suvga chayqashdan boshlayman. 1,5 litr sut soldim. Endi bunga ozroq guruch solaman. Guruchni ko'p solmayman, chunki suyuq yeyishni yaxshi ko'ramiz. Bismillah deb qozonga sutni soldim. Endi guruchni yuvib solaman. Men guruchni ham sovib oldim. 3 marta yuvib olaman guruchimni. Har bir ovqat pishirayotganimda, har bir ishlatgan narsamni 3 marta yuvishga harakat qilaman. Chunki bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Allah'ım bugün kuningiz, barchangizga xayrli, barakotli bo'lsin. Va uylardan barcha rejalaringiz, ishlaringiz, Allohim barobaringizni amalga oshsin. Sog' omon uyg'otgan Allohim, ya Robbimga hamd bo'lsin, sano bo'lsin. Bugungi kunimizga kelganimizga shukr bo'lsin. Yurtimiz tinch, alhamdulillah. Yurtimizda tinchlik, omonlik, alhamdulillah. Ertalabdan azonning ovozi eshitiladi. Qo'ylarning marashi, chumchuqlarning, qushlarning sayrashi. Bu juda ham yoqimli. Odamga yoqadi, juda ham. Boshqacha deb o'ylayman. Hammaga bu narsalar menga yoqadi deb o'ylayman. Bu mo'jiza. Musofirda yurganimda o'z yurtimni juda ham sog'inganman. Chunki ertalabdan xo'rozning qichqirishi, quymonlarning narashini eshitish boshqacha odamga zavq beradi. Qushlarning sayrashi, bundan oldin azon ovozi eshitiladi qishlog'imizda. Odamlar sahardan turib ishlaydi. Sigir sog'adi, it teradi, sir qiladi, hovlilarini, yo'llarga suv sepadi. Hamma ertalabdan ishini boshlab oladi. Buning ham o'ziga yarasha gashti bor. Mana qozonga ham sutni solib oldim. Sut isimasdan guruchni yuvib solaman. Shu asnoda past olovda qaynataman sir guruchimni. Baland qaynatmayman. Suv qo'shmayman sir guruchga. Tayyor bo'lgandan keyin albatta sizlarga ko'rsataman. Og'zini qo'yaman endi. Past qilib past olovda qaynataman.